Assalomu alaykum do'stlar. Bugun birinchi darsimizni boshlaymiz. Demak, bizda dars rejasi quyidagicha bo'lib turibdi. Demak, ochib ko'rsataman hozir. Mana bizda 12 ta zamon ingliz tili kursi bo'yicha dars rejasi. Demak, bu umumiy holatda bizda 14 kunni tashkil etadi, lekin sizlar tezroq o'rganishinglar mumkin. O'zlaringizda templaringizga qo'yib, o'zlaringiz ko'proq dars qilishlaringiz orqali, ko'proq videolar ko'rishlaringiz orqali. Demak, bugun birinchi kun, day 1. Demak, bugungi topiklar qamrab olinadi: parts of speech va to be grammatikasi va eng so'ngida pronounlarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi kichik grammatikachamizdan boshlaymiz. Demak, parts of speech. Parts of speech. Demak, buni o'rtaga qo'yamiz. Parts of speech. Demak, bilasizlar, o'sha ingliz tilida grammatikalar formulalardan tashkil topgan. O'sha uchun biz formulalarda kelayotgan qisqartmalarni hammasidan boxabar bo'lishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Demak, shu narsani birinchi navbatda tushuntirib beraman. Demak, kelinglar, birinchi navbatda subjectdan boshlaymiz. Subject bizda grammatikada s bo'lib qisqaradi. Men qisqaradigan qismlarini bo'yayman sariqga. Demak, subject bu nima va nima uchun bizga kerak? Subject o'zbek tiliga ko'pchiliklaringiz buni ega sifatida taniysizlar, lekin buni demak asl ishlatilish demak sabablarini ko'pchilik bilmaydi. Maqsadini bilmaydi subjectni ko'pchilik. Demak, subject do'stlar ish harakatning bajaruvchisi hisoblanadi. Ish harakatning bajaruvchisi. Ish harakatning bajaruvchisi nima degani do'stlar? Masalan, demak buni doer deb qo'yamiz. Demak, ish harakatning bajaruvchisi nima degani? Bu o'sha fe'lni, demak, kim bajarsa, o'sha ish harakatning bajaruvchisi hisoblanadi. Masalan, o'zbek tilida va ingliz tilida misol keltiraman. Demak, my dad is sleeping degan gapga e'tibor qaratamiz. Bu o'zbek tiliga tarjimada demak mani otam uxlayapti degan tarjimani beradi. Bizda mana bu birinchi so'zimiz subject hisoblanadi. Biz qanday bilayapmiz buni subject ekanligini? Chunki ish harakat sleep tarjimasi mani dadam uxlayapti bo'lsa, demak, bizda ish harakatimiz uxlamoq. Uxlamoqni kim bajaryapti? Uxlamoqni, ya'ni kim uxlayapti? Mani dadam uxlayapti. Biz subjectni to'g'ridan-to'g'ri o'sha fe'lni kim bajaryapti degan savol orqali demak topishimiz mumkin. Bu holatda my dad demak subject hisoblanar ekan. Ikkinchi eng muhim formulalardan ishlatiladigan demak eng muhim parts of speech dan biri bu verb hisoblanadi. Bu bizda qisqartmasi v bo'lib qisqaradi. Demak, bu o'sha bizga fe'l, o'zbek tiliga fe'l degan tarjimani beradi. Ma'nosi esa demak ish harakat. Demak, tepadagi gapga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda sleeping so'zi sariqga bo'yayman. Bu holatda sleeping so'zi bizda ish harakat hisoblanmoqda bu yoqda. Demak, ish harakat o'zi savoli ham bor. Ish harakat qanday savollarga javob bo'ladi? Nima qilmoq so'rog'iga javob bo'ladi. Demak, keyingisi bizga eng kerakli bo'lgan demak yana demak parts of speechlardan biri bizda object hisoblanadi. Bu o'sha qisqartmasi buni obj bo'lib qisqaradi. Demak, bu o'zimizga o'zbek tiliga to'ldiruvchi. Endi ba'zilaringiz do'stlar ona tilini maktabda o'rgangansizlar, ba'zilaringiz xabarlaringiz bor, to'ldiruvchi nima, fe'l nima, ega nimadan, ba'zilaringiz esa xabarlaringiz yo'q. O'sha uchun men tushuntirib ham o'tib ketyapman. Shunchaki object bu to'ldiruvchi deb ketmayapman-dayu, uni tushuntiryapman. Demak, to'ldiruvchi bo'lyapti bizda. Savoli kimni, kimga, nimani, nimaga so'rog'iga javob bo'ladi object demak. Keyingi demak parts of speech dan biri demak bizda adjective. Demak, adjective adj bo'lib qisqaradi. Bu o'zimizga sifat degan tarjimani beradi. Sifat bilasizlar qanday
qanaqa so'rovlariga javob bo'ladi. Ko'p sifat haqida ma'lumot berish ham menimcha shart emas, chunki ko'pchiliklari sifat nima ekanligini bilasizlar. Keyingisi demak bizda adverb do'stlar. Adverb adv bo'lib qisqaradi. Grammatik demak o'sha formulalarda. Demak, bu ravish tarjimasini beradi. Ravish esa qanday qilib, qay tarzda so'rovlariga javob bo'ladi. Demak, sifat otni qanday qanaqaligini ifodalasa, adverb esa asosan fe'lni qanday qanaqa tarzda bajarilganligini ifodalab keladi. Va keyingi demak, parts of speech dan biri pastroq tushiramiz. Demak, noun hisoblanadi. Nounni qisqartmasi ne bo'lib qisqaradi. Demak, bu ot so'z turkumi hisoblanadi. Demak, ot so'z turkumi kim, nima so'rovlariga bizda javob bo'ladigan so'z hisoblanadi do'stlar. Demak, biz tushunishim bo'yicha hamma so'z turkumlarini ko'rib chiqdik. Bizga kerak bo'ladigan formulalarda tez-tez uchraydigan so'z turkumlarini. Demak, bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta so'z turkumini ko'rib chiqdik sizlar bilan. Demak, subject ko'rib chiqdik. Qisqartmasi s, verb qisqartmasi v bo'lib qisqaradi, object obj bo'lib qisqaradi, adjective adj bo'lib qisqaradi, adverb adv bo'lib qisqaradi va eng so'ngida demak noun ne bo'lib qisqaradi. Demak, bu birinchi o'tilishi kerak bo'lgan mavzuyimiz edi. Sizlar bilan kelinglar endi ikkinchi mavzuyimizni ko'rib chiqamiz. Demak, yangi betdan. Demak, oq listdan ikkinchi betni ochamiz. Bu yerdan yangi bet kerak bizga. Demak, pastga tushiramiz. Demak, ikkinchi o'tilishi kerak bo'lgan demak bizda mavzu to be grammatikasi. To be grammatikasi. Do'stlar, juda ham ko'pchiliklar to be grammatikasini maktabda 100 martalab repetitorga borganda ham bir 200 martalab o'tib tashlagan grammatikalar hisoblanadi, lekin buni ko'pchilik asl mohiyatini tushunmaydi, qachon ishlatish kerak, nima uchun kerak ekanligini. Demak, to be ga qaraydigan bo'lsak do'stlar, demak to be ko'pchilik to be nima deb so'rasam, dir yoki nima deb javob beradi? Bo'lmoq tarjimasini beradi deydi va bo'lish yoqda to'xtaydi. Boshqa ma'lumoti yo'q. Demak, kelinglar men sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, to be ni qachon ishlatilishini. To be bizga do'stlar fe'lsiz gaplarni tuzish uchun ishlatiladi. Demak, nimani yasar ekan? Fe'lsiz gaplar yasash uchun, ya'ni yoki bo'lmasam holatlarni ifodalash uchun ishlatilar ekan. To be ni formulasiga e'tibor qilamiz endi. Formula tepada sizlar bilan so'z turkumlarini o'tdik. Formulada o'sha so'z turkumlarini o'tganimizdan qisqartmalarni endi ishlatamiz. To be da birinchi navbatda do'stlar subject keladi. Bu plus belgichasi darak gapni anglatadi do'stlar. Demak, subject plus am, is, are dan biri, undan keyin demak adjective yoki noun keladi. Do'stlar, demak bu plus shakli edi. To be da eng asosiy narsalardan biri fe'l kelishi mumkin emas. Buni sizlar o'sha fe'lni ustiga mana verb deb qisqartirdim. Ustiga demak nima qilasizlar? Qizil chiziq bilan chizib qo'yasizlar ishlatmaslik uchun. Hozir nima uchunligini ham tushuntirib beraman. Inkor shakliga qaytamiz. Demak, not plus yana demak adjective yoki noun. Va albatta bunda ham verb ishlatilmaydi do'stlar. Demak, buni shunday copy paste qilganimiz yaxshiroq. Demak, verb ishlatilmaydi. Tak, so'roqqa qaraymiz endi. Demak, am, is, are plus subject, adjective yoki noun. Yana demak fe'l ishlatilmaydi. Oxiriga demak do'stlar biz bu yoqqa so'roq belgichasini qo'yishimiz kerak, chunki so'roq gapni bizda tashkil etmoqda gapimiz. Demak, to be grammatik shakli dir bo'lmoq deb tarjima qilinadi deb o'tilgan aksariyatlaringizga maktabda, lekin men sizlarga buni yanada osonroq, yanada tushunarliroq variantini o'rgataman. Fe'lsiz gaplarni yasash uchun ishlatiladi bizda to be. Ya'ni holatlarni ifodalash uchun ishlatiladi do'stlar. Demak, formulaga qaraymiz. Fe'lsiz gap nima degani, shu narsaga ham e'tibor qaratamiz. Nima uchun mana bu fe'lni ustidan chizdim.
Tubilik gaplar agar ona tilni o'qigan bo'lsalar ot kesimlarini yasash uchun ishlatiladi. Agar o'qimagan bo'lsalar buni bunaqa qilib tushuntiramiz. Fe'lsiz gaplarni yasash uchun ishlatiladi degani nima degani? Gapni tarkibida fe'l bo'lmasligi shart. O'sha uchun ham plus shaklda, ham minus va so'roq shaklda ham fe'lni ustiga mana x chizib chiqdik. Mumkin emas fe'l kelishi. Plus shaklda birinchi navbatda subject keladi. Am is ardan bir keladi, keyin sifat yoki ot keladi. Demak, verb kelmasligi kerak, shart. Inkorda am is ardan keyin inkorlik belgisi not kelyapti. Noun yoki adjective fe'l kelmaydi. So'roqda am is ar oldakka chiqadi do'stlar va undan keyin subject, undan keyin esa adjective yoki noun keladi. Fe'l kelmasligi bu holatda ham shart va zarur. Endi qoidasini demak sizlar bilan ko'rib chiqamiz do'stlar. Demak, buni qoidasi bitta qoidasi bor. Demak, shu qoida haqida sizlar bilan hozir qarab chiqib, demak, ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, qoidani men yozaman. To be grammatik shakli ingliz tilidagi fe'lsiz gaplarni e'tibor qilamiz. Fe'lsiz gaplarni, demak, fe'lsiz gaplarni, ya'ni holatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Demak, qoidamiz bitta o'zi. To be grammatik shakli ingliz tilidagi fe'lsiz gaplarni, ya'ni holatlarni ifodalash uchun ishlatilar ekan. Xulosa qilib olinglar iltimos sizlardan. Demak, o'sha to be grammatik shaklida fe'l kelmasligi shart ekan. Fe'ldan boshqa hamma narsa kelishi mumkin. Undan tashqari do'stlar, sizlarda savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Bu yoqda mana am is ardan qaysi birini qachon ishlatamiz? Shuni ham aytib o'tay. Demak, yuqorida aytib o'tish esdan chiqibdi. Demak, I qachon ishlatiladi? I do'stlar am qachon ishlatiladi? Demak, am do'stlar subjectimiz I bo'lgandagina ishlatiladi. Demak, is qachon ishlatiladi? He, she, it birlik ismlarda is ishlatiladi. Bu nima degani do'stlar? Subjectimiz, mana bu subjectimiz he yoki she yoki it bo'lsa yoki birlik bo'lsa, birlik degani nima degani? Masalan, bitta student birlik yoki bitta kitob birlik. O'shanda is keladi yoki ismlarda, masalan, Ibrohim is va keyingisi demak bizda are qolyapti. We, you, they va 2 plus. 2 plus nima degani do'stlar? 2 plus degani ko'plik degani va shu holatda nimani ishlatar ekanmiz? Are shaklini ishlatar ekanmiz. Demak, am I bilan, is he she it birlik ism bilan, are esa we you they ko'plik bilan ishlatilar ekan. Demak, pastroq tushamiz sizlar bilan. Demak, qoidasini menimcha tushunib yetdingizlar, qachon nima uchun ishlatilishligini. Endi sizlarga buni demak misollar bilan tushuntirishimiz kerak. Fe'lsiz gaplar do'stlar, o'zbek tilida menimcha hozirgi kunda hech kim dir bo'lmoq so'zlarini ishlatmasa kerak. Bu to be'ni hozirgi zamondagi shakli hisoblanadi. Hozirgi zamon shakli. Tushundingizlar a? To be'ni ham zamonlari bor. Demak, bu aynan hozirgi zamondagi shakli hisoblanadi. Kelinglar, misol beraman endi sizlarga. Masalan, qaraymiz. Plus minus so'roq shakllarida aralashtirib men sizlarga misol beraman. Demak, kelinglar, masalan, she is a smart student. Birinchi gapga e'tibor qilamiz. She is a smart student. Birinchi gapimizda aytganimizdek, birinchi navbatda mana plus shaklda beryapmiz. Birinchi navbatda subject qo'yilishi kerak edi. Mana subject qo'ydik. Ya'ni kim? Subject, ega. Undan keyin am is ardan birini qo'yishimiz kerak edi. Mana biz isni qo'yamiz, chunki mana bu yerda aytdik, he she it birlik ismga is qo'yilishligini. Undan keyin do'stlar sifat yoki ot kelishi kerak. Biz mana sifatni berdik. Mana sifat smart, aqlli degani va undan keyin otni ham berdik, student. Do'stlar, mana shu joyga e'tibor qaratishinglarni xohlayman. Bu yoki belgisi mana bu o'rtadagi chiziqcha. Demak, biz yoki sifat yoki ot qo'yishimiz mumkin, yoki ikkalasini ham qo'yishimiz mumkin bemalol, hech qanaqa muammo yo'q bunda. Formula do'stlar sizlarga amal qilish uchun beriladi. Formulada birinchi nimani qo'y, ikkinchi nimani qo'y deyotgan bo'lsa, to'liq amal qilishimiz kerak. O'zimizdan yangi formulalar yasab tashlamasligimiz kerak. Biz hozir mana bu gapni mana bu formula asosida yasadik. Demak, bu plus gap edi. Kelinglar, minus gapga e'tibor qilamiz. Gapga bitta e'tibor qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta so'z bor. Gapimizda tarkibida bir dona ham fe'l yo'q. Aynan fe'lsiz gaplar uchun bizga to be kerak ekan. Demak,
They are not at home deymiz. Keyingi gapimizda inkor shaklida berdik. Mana har bitta gapga bittadan misol beryapman. Masalan, mana birinchi gapimizda subjectni ber deyapti. Berdik. Emizlardan birini qo'y deyapti. Biz are'ni qo'ydik, chunki they bilan mana are ishlatilishi kerak. Undan keyin do'stlar inkorda not shaklini qo'yish kerak. Qo'ydik va undan keyin sifat yoki ot berishimiz kerak. Home uy, demak ot shaklini beryapmiz. Ular uyda emas hozir. Demak, va uchinchi gapimiz so'roq shaklga, demak bitta misol beramiz sizlar bilan. Demak, sal ekranni kichiklashtiramiz sizlarga ko'rinishligi uchun hammasi. Demak, so'roqda demak beramiz. Masalan, is Tom 27 years old? Misol beramiz. Mana oxirgi so'roq belgichasini beryapmiz. Demak, so'roq shaklida birinchi emizlardan birini qo'yishimiz kerak. Mana biz nimani qo'yyapmiz? Isni qo'yyapmiz. Gapni boshiga is kelsin deyapti bizga formula va biz amal qilyapmiz. Undan keyin subjectni ber deyapti. Do'stlar, subjectimiz bizda Tom, ya'ni ism, mana ism bo'lganligi uchun biz is qo'yyapmiz. Undan keyin sifat yoki ot berishimiz kerak. Mana biz 27 yoshda, ya'ni Tom 27 yoshdami degan savolni beryapmiz. Demak, mana biz ot va sifatdan tashkil topgan birikmani beryapmiz. Asosiysi gapda ichida fe'l yo'q. Mana bu yerda do'stlar 3 ta misol men sizlarga berdim va uchala misolda ham bir dona ham fe'l yo'q. Aynan mana shunaqa fe'lsiz gaplarni yasash uchun demak bizga to be shakli kerak bo'lar ekan. Bu bizga do'stlar bugun o'tishimiz kerak bo'lgan ikkinchi grammatik shakl edi va menimcha tushundingizlar degan umiddaman. Demak, mana shu demak ikkinchi darsimiz edi. Endi bugun o'tilishi kerak bo'lgan 3-darsga o'tamiz do'stlar. 3-darsimizning nomi demak 3-darsimizning nomi sizlar bilan yangi bet ochamiz. O'zi shart ham emas. Chunki prezentatsiyacha taxlab qo'yganman. Pronouns. Pronouns. Demak, pronouns o'zbek tiliga do'stlar olmoshlar degan tarjimani beradi. Demak, mana o'rtadan qo'yamiz. Biz demak Word dokumentimizdan chiqib, o'sha taxlab qo'ygan ingliz tili pronounlarini ko'rib chiqamiz. Demak, kattalashtiramiz qulay bo'lishligi uchun. Mana demak, ingliz tilidagi pronounlar mana mavzu nomi bizda English pronouns. Demak, do'stlar, ingliz tilidagi olmoshlarni 5 xil turi bor. Mana bu yerda subject pronoun, bu yerda object pronoun, bu yerda possessive adjectives, possessive pronouns va reflexive pronouns. Hammasini tagida tarjimasi bor. Tarjimalari bilan sizlarga berilgan. Bu tomonda do'stlar, ingliz tilidagi demak, birinchi shaxs birlik, ikkinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik. Bu yoqda nima uchun uchinchi shaxs birlik 3 ta shaklda desalar, inglizlar do'stlar u so'ziga erkak kishiga boshqacha demak olmoshni ishlatadi, ayol kishiga boshqacha va narsalar uchun alohida uchinchi shaxs birligi bor. Demak, birinchi shaxs ko'plik, ikkinchi shaxs ko'plik va uchinchi shaxs ko'plik. Do'stlar, bizda pronounlar bunaqasiga qator-qator bo'lgan. Demak, har bitta qator bo'yicha ketyapti. Subject pronounga qaraydigan bo'lsak, mana I, you, he, she, it, we, you, they mana tarjimasi tagida bor. Yodlab olishinglar kerak bo'ladi. Ikkinchisi object pronoun to'ldiruvchi olmoshlari. Demak, me meni menga, you seni senga, him uni unga, her uni unga bu ayol kishi, tepadagisi erkak kishi, it uni unga, narsalar uchun, us bizni bizga, you sizlarni sizlarga, them ularni ularga. Bu yoqda demak 3-olmosh turi, demak possessive adjective egalik sifatlari deyiladi. Demak, my mening, yours sening, his uning erkaklar uchun, her uning ayollar uchun, its uning narsa uchun, ours bizning, yours sizlarning, their ularning. Keyingisi possessive pronouns egalik olmoshlari. Mine meniki, yours seniki, his uniki erkak kishi uchun, hers uniki ayol kishi uchun, its uniki narsa uchun. Demak, ours bizniki, yours sizlarniki, theirs ularniki. Va oxirgisi reflexive pronouns o'zlik olmoshlari. Myself mening o'zim, yourself sening o'zing, himself uning o'zi erkak kishi uchun, herself uning o'zi ayol kishi uchun, itself uning o'zi narsalar uchun, ourselves bizning o'zimiz va yourselves sizlarning o'zlaringiz, themselves ularning o'zlari. Do'stlar, e'tibor qilamiz, mana bu birinchi shaxs birlik mana shu qator to'liq, bu yoq ikkinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik shunaqa qatorlarda ketgan. Jadvalchani men sizlarga video darslik tagida qistirib qo'yaman. Demak, yod olishinglar shart va zarur bu demak jadvaldagi narsalarni, chunki bizga bu aynan olmoshlar juda ham ko'p kerak bo'ladi.
Demak, do'stlar, biz yana bir bor dars jadvalimizga qaraymiz. Qani, biz bugun nimalarni o'tishimiz kerak edi va nimalarni o'tdik. Birinchi, demak, o'tilishi kerak bo'lgan narsa parts of speech edi. Mana day 1 parts of speechni men sizlarga o'tdim. Ikkinchi o'tilishi kerak bo'lgan narsa to be haqida ma'lumot berish kerak edi, berib o'tdik va uchinchisi pronounslar haqida ma'lumot berish kerak edi. Buni ham aytib o'tdik. Demak, bugungi darsimiz tugadi. Men uyga vazifalar uchun alohida, demak, ma'lumotnoma sifatida vazifalarni berib o'taman. Salomat bo'linglar.